Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan studiyada Maftuna Hojiboyeva. O'zbekistonda fuqarolarga yashash joyi, manzili va ularga tegishli ko'chmas mulkda ro'yxatdan o'tgan shaxslar haqidagi noto'g'ri ma'lumotlarni tahrirlash imkoni yaratiladi. Bu bo'yicha hukumat qarori qabul qilindi. Xizmatdan ichki ishlar organlari yoki davlat xizmatlari markazlariga borgan holda foydalanish mumkin. Shu bilan birga 2026-yil 1-martdan my.gov.uz portali orqali ushbu masala bo'yicha onlayn murojaat qilish imkoni yaratiladi. Onlayn murojaatlar dam olish va bayram kunlaridan qat'iy nazar 24 soat davomida qabul qilinadi. So'rovnoma vakolatli organlar tomonidan 3 ish kuni mobaynida ko'rib chiqiladi. Murojaat asosidagi ma'lumotlar manzil axborot tizimi, fuqarolik holati dalolatnomalari yozishning elektron arxivi hamda raqamli mahalla platformasi orqali tekshiriladi. Tahrirlangan ma'lumotlar QR kod qo'yilgan holda tasdiqlanadi va ariza beruvchiga elektron yoki qog'oz shaklda taqdim etiladi. So'rovnomada ko'rsatilgan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasa yoki shaxs qidiruvda bo'lsa, davlat xizmatini ko'rsatish rad etilishi mumkin. Boshqa asoslar bilan rad etishga yo'l qo'yilmaydi. Fuqarolar davlat xizmatidan foydalanishning istalgan bosqichida murojaatdan voz kechish huquqiga ega. Berilgan ma'lumotlarning haqqoniyligi uchun ariza beruvchi javobgar hisoblanadi. O'zbekistonda qator mahalliy hokimliklar tomonidan majburiy topshiriq niqobi ostida xodimlarni majburiy mehnatga jalb etish holatlari aniqlandi deya xabar bermoqda Mehnat inspeksiyasi matbuot xizmati. So'nggi kunlarda ayrim mahalliy hokimlar tomonidan xodimlarni aholini ro'yxatga o'tkazish tadbirlariga ish vaqtidan tashqari paytda majburan jalb etish holatlari uchramoqda. Inspeksiya xodimning roziligisiz bosim, topshiriq yoki majburiy topshiriq niqobi ostida ish vaqtidan tashqari ishlarga jalb etish majburiy mehnat hisoblanishi va bu qonun buzilishi hisoblanishini ta'kidlagan. Shu tufayli Buxoro shahri, Oltinko'l, Asaka va Marhamat tumanlari hokimlariga bu kabi holatlar yuzasidan ogohlantirishlar yuborildi. Andijon viloyati hokimligiga qonun buzilishi holatlarini bartaraf etish yuzasidan taqdimnoma kiritilgan. Inspeksiya shuningdek ish vaqtidan tashqari ish faqat xodimning ixtiyoriy roziligi bilan amalga oshirilishi hamda buning uchun haq to'lash Mehnat kodeksining 262-moddasiga muvofiq majburiy ekanini bildirdi. Ish vaqtidan tashqari ish uchun haq to'lash tartibi quyidagicha: bir kundagi dastlabki 2 soat kamida 1,5 baravar, 2 soatdan ortiq bo'lsa kamida 2 baravar, noqulay mehnat sharoitida esa har bir soat uchun kamida 2 baravar ish haqi to'lanadi. O'zbekistonda faol hayotga qadam dasturi joriy etilgani munosabati bilan hukumatning ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Xususan, o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslarning ular maxsus reyestrga kiritilgan paytdan boshlab har chorakda bir marotaba yashash sharoitlarini ishchi guruh tomonidan qayta baholanishi talabi bekor qilindi. Shuningdek, inson markazlari va oilaviy poliklinikalar tomonidan keyingi yil uchun shaxslar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazilishini tashkil etish jadvalini tuzish amaliyoti ham bekor qilinadi. Ijtimoiy xizmatdan foydalanuvchiga berilgan voucher bekor qilinib, ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchini Yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimidagi oila hamkori platformasida ro'yxatdan chiqarish asoslari aniq belgilanadi. 2026-yil 1-martdan xulq-atvorida buzilishlari bo'lmagan ruhiy kasallik bo'yicha dispanser nazoratida turuvchi demensiya, Parkinson yoki Alsgeymer kasalligi tashxisi qo'yilmagan shaxslar uchun kunduzgi qatnov asosida qarab turish xizmati ko'rsatiladi. O'zbekistonda o'zgalar parvarishiga muhtoj voyaga yetgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan faol hayotga qadam dasturi 2025-yil 1-iyundan joriy etilgandi. Dastur doirasida quyidagi 5 turdagi yangi ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilishi yo'lga qo'yilgandi, ya'ni uy sharoitida ijtimoiy maishiy yordam ko'rsatish xizmati, uy sharoitida qarab turish xizmati, tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya xizmati, kunduzgi qatnov asosida qarab turish xizmati, shaxsiy yordamchi xizmati. Davlat xavfsizlik xizmati, chegara qo'shinlari hamda ichki ishlar organlari hamkorligida giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish doirasida o'tkazilgan tezkor tadbirda o'zbek-qirg'iz davlat chegarasining Farg'ona viloyati Rishton tumani hududidan o'tuvchi qismini buzib, qo'shni davlatdan kirib kelgan Uchko'prik tumanida yashovchi 1983-yilda tug'ilgan shaxs qo'lga olindi. Xolislar ishtirokida tekshirilganda uning yonida umumiy bahosi 1 million
milliard 320 million so'mni tashkil etuvchi 9542 dona Zardex kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Ta'kidlash lozimki, Zardex dori vositasi tarkibida bo'lgan pregabalin moddasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27-sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasida kuchli ta'sir qiluvchi moddalar muomalasini tartibga solish to'g'risidagi 818-sonli qaroriga muvofiq kuchli ta'sir qiluvchi moddalar ro'yxatiga kiritilgan va uning erkin muomalasi cheklangan. Hozirda mazkur shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 223-moddasi 1-qismi, 246-moddasi 1-qismi va 251-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar davomida diniy ekstremistik oqimlar hamda xalqaro terrorchilik tashkilotlari targ'ibotchilarining g'oyaviy ta'siriga tushgan shaxslar aniqlandi. Bu haqda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahridagi oliy ta'lim muassasalaridan birida tahsil olayotgan G'allaorol tumani Jidal mahallasida yashovchi 2001-yilda tug'ilgan fuqaro tumanning Oqtosh mahallasida istiqomat qiluvchi 2002-yilda tug'ilgan shaxs bilan birgalikda Telegramda guruh tashkil etgan. Mazkur guruhlar orqali ular diniy ekstremistik oqimlar va xalqaro terrorchilik tashkilotlari g'oyaviy targ'ibotchilarining qonun bilan taqiqlangan diniy mazmundagi audio va video materiallarini tarqatib kelgan. Shu yo'l orqali tumanning bir nechta mahallalarida istiqomat qiluvchi 18 nafarga yaqin shaxs jalb etilgan, virtual jamoat shakllantirilib, ekstremistik g'oyalar muhokama qilingan hamda turli kontentlar o'zaro almashilgan. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlarining hamkorlikdagi tadbirlari natijasida ushbu 2 nafar shaxs protsessual tartibda ushlanib, Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, 9 nafar shaxs ma'muriy qamoqqa olingan, 7 nafar fuqaro bilan esa profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ularga qonun talablari va bunday qilmishlarning huquqiy oqibatlari tushuntirilgan. AQShda o'qituvchilar o'rniga sun'iy intellekt botlari ta'lim beradigan Alpha School xususiy maktablar tarmog'i ish boshladi. Kampuslar allaqachon Nyu-York va Kaliforniyada ochilgan bo'lib, o'qish narxi yiliga $65,000 gacha yetadi. O'quvchilar kuniga taxminan 2 soat davomida planshet va noutbuklar yordamida til, matematika, tabiiy fanlar va tarixni o'rganadi. Ular sun'iy intellekt algoritmlari tomonidan tuzilgan topshiriqlarni bajaradi. Qolgan vaqt amaliy mashg'ulotlar va hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishga, jumladan jismoniy faollik va amaliy masalalarni yechishga ajratiladi. Maktablarda uy vazifasi berilmaydi. Sinflarda odatdagi o'qituvchilar yo'q. Ularning o'rniga bolalarni rag'batlantiruvchi va jarayonni kuzatuvchi, ammo o'quv materialini tushuntirmaydigan yo'l ko'rsatuvchilar ishlaydi. Zarur hollarda ta'limga masofadan turib ixtisoslashgan akademik mutaxassislar jalb qilinadi. Maktabning ta'kidlashicha, bunday yordam 5% dan kam hollarda talab etiladi. Loyiha avval Ostinda tashkil etilgan va so'nggi yillarda tez sur'atlarda kengaymoqda. Alpha School rahbarlarining aytishicha, uning o'quvchilari dasturni 2 baravar tezroq o'zlashtiradi va davlat imtihonlari natijalari e'lon qilinmasa-da, o'qish va matematika bo'yicha milliy testlarda 1-2% yuqori natija ko'rsatmoqda. Bu g'ayrioddiy model pedagoglar va bolalar rivojlanishi bo'yicha mutaxassislar tomonidan tanqidga uchragan. Ular ekranlarning yuqori roli va o'qituvchilar bilan doimiy jonli muloqotning yo'qligi haqida xavotir bildirmoqda. Maktab rahbariyati esa ta'lim individual kurslarga asoslanishini va o'quvchilarning ustozlar bilan muntazam shaxsiy muloqotini nazarda tutishini ta'kidlamoqda. Alpha School o'zini an'anaviy ta'lim tizimiga muqobil sifatida ko'rsatmoqda va oddiy maktablarda o'qish qiyin bo'lgan bolalarga, shu jumladan dasturdan ilgarilab ketgan va orqada qolayotgan o'quvchilarga mo'ljallanganini ma'lum qilgan. 2025-yilda Rossiya oliy o'quv yurtlaridan 600 nafardan ortiq tojikistonlik talaba chetlatilgan. Bu haqda joriy yilning 30-yanvar kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Tojikiston ta'lim va fan vaziri o'rinbosari Lutfiya Abdulxoliqzoda ma'lum qildi. Abdulxoliqzoda chetlatilgan talabalar o'qishni davom ettirishlari uchun Tojikiston oliy ta'lim muassasalariga ko'chirilganini bildirgan. Shuningdek, uning aytishicha, so'nggi 2 yil davomida migratsiya siyosati qat'iylashtirilgani sababli Rossiyaga kiritilmagan talabalar masalasida
Rossiya vakolatli organlari bilan birgalikda yechim topilgan. Bu masala Tojikiston va Rossiya idoralararo komissiyasining barcha manfaatdor idoralar vakillari ishtirokidagi uchrashuvda muhokama qilingan. Uchrashuv yakunida Rossiya aeroportlaridan deportatsiya qilingan va keyinchalik oliy o'quv yurtlaridan chetlatilgan talabalar haqida ma'lumot taqdim etildi. Natijada so'nggi 2 yil ichida chetlatilgan 730 nafar talaba Rossiya oliy o'quv yurtlarida o'qishni davom ettirish uchun taklifnomalar oldi, deydi Tojikiston ta'lim va fan vaziri o'rinbosari. Kaltan konida yuz bergan qulash oqibatida 200 dan ortiq kishi halok bo'ldi. Fojia yer qatlamning yumshoqligi va namligi sabab sodir bo'lgani aytilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, baxtsiz hodisa Kongo Demokratik Respublikasining sharqidagi Rubaya Kaltan konida sodir bo'lgan. Rubaya koni dunyo bo'yicha qazib olinadigan kaltanning qariyb 15% ni yetkazib beradi. Kaltan tantalga qayta ishlanib, issiqqa chidamli metallga aylanadi. Ushbu material mobil telefonlar, kompyuterlar, aerokosmik sanoat komponentlari, gaz turbinalari hamda tibbiy implantlar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Hududda yashovchi mahalliy aholi konlardan rudani kuniga bir necha dollar evaziga qo'lda qazib olgan. Konning qulashiga olib kelgan avariya 28-yanvar kuni sodir bo'lgan bo'lib, qurbonlar soni 30-yanvar kuni kechqurun rasman ma'lum qilingan. Biroq rasmiylar halok bo'lganlar soni bundan ham ko'proq bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Mahalliy hokimiyat vakilining so'zlariga ko'ra, ko'chki qurbonlari orasida konchilar bilan birga bolalar va ayollar ham bo'lgan. Ular yollanma ishchi bo'lib ishlagan. Biz hozir yomg'irli mavsumdamiz. Yer juda mo'rt. Jabrlanganlar chuqurda bo'lgan paytda tuproq qulab tushgan, deydi guvohlardan biri. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar 227 nafar shaxsning vafoti tasdiqlangan. 1 fevral kuni Turkiyaning Antalya shahrida yo'lovchi avtobusi ishtirokida og'ir yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Oqibatda 8 kishi halok bo'ldi, yana 26 nafar yo'lovchi turli darajadagi tan jarohatlari oldi. Bu haqda Mersin Haber nashri xabar berdi. Avtobus Tekirdağ viloyatidan Antalyaga ketayotgan bo'lgan. Haydovchi boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetidagi to'siqni buzib, avtobus bilan jarlikka tushib ketgan. Avtobus ichida yo'lovchilar qisilib qolgan. Antalya gubernatori Hulusi Shahinning ma'lum qilishicha, avtobus burilishni uddalay olmagan va yo'ldan chiqib ag'darilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lganlarning barchasi Turkiya fuqarolari, jarohatlanganlarning ayrimlari og'ir ahvolda. Avtobus salonida jami 34 kishi bo'lgan. Avtobus Buzlu turizm kompaniyasiga tegishli ekani aytilmoqda. Hozir voqea joyida shifokorlar va qutqaruvchilar ishlamoqda. Mutaxassislar esa avariya sabablarini aniqlashga kirishgan. 2025-yilda Buyuk Britaniyada 140 ga yaqin pivo zavodi yopildi. Bu 1974-yildan beri eng yuqori yillik ko'rsatkichdir. Mustaqil pivo ishlab chiqaruvchilar jamiyati bu haqda The Daily Telegraph nashriga xabar berdi. Kraft pivosiga bo'lgan kuchli talabga qaramay, biz so'nggi 1 yil ichida rekord darajadagi eng ko'p pivo zavodlarining yopilishini ko'rdik. Buyuk Britaniyaning barcha mintaqalarida faoliyat yuritayotgan pivo zavodlari soni kamayib bormoqda, dedi jamiyat ijrochi direktori. Buyuk Britaniyada soliqlarning ko'tarilishi, jumladan alkogol aksiz solig'i va qo'shilgan qiymat solig'ining oshishi pivo zavodlarining yopilishining asosiy sababi sifatida ko'rsatilmoqda. Soliqlarning keskin oshishi pivo ishlab chiqaruvchilar uchun qiyinchilik tug'dirmoqda. Bu esa pivo zavodlar va ularning asosiy mijozlari, publar va bozorda global pivo brendlarining ustunligiga ta'sir qiladi, deb xulosa qildi jamiyat ijrochi direktori. Eronning 3 ta shahrida portlash sodir bo'ldi. Oqibatda kamida 5 kishi halok bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, Eron janubidagi Fors ko'rfazi sohilida joylashgan Bandar Abbos shahrida turar joy majmuasida portlash yuz bergan. Hormozgon viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra 14 kishi jarohatlangan, 4 yoshli qizaloq esa halok bo'lgan. Hodisaning aniq sababi hozircha tergov qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, portlash Muallim bulvari atrofidagi 8 qavatli binoda sodir bo'lgan. Binoning birinchi 3 qavati jiddiy zarar ko'rgan. Yuqori qavatlar va qo'shni uylarning deraza oynalari sinib ketgan. Hormozgon viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbari zarar ko'rgan binodagi barcha aholi evakuatsiya qilinganini ma'lum qilgan. Ahvos shahrida esa gaz portlashi oqibatida yana 4 kishi halok bo'lgan. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, shahar yong'in va xavfsizlik xizmati rahbari portlash Keyinshehar tumanidagi 4 xonadonli turar joy binosida sodir bo'lganini bildirgan. Keyinchalik agentlik qurbonlar soni 5 kishiga yetganini aniqlashtirgan. Bundan tashqari, Kirmonshoh viloyatidagi Qasr-e-Shirin shahrida ham portlashga o'xshash ovozlar eshitilgan. Mahalliy hokimiyat bu holatni harbiy mashg'ulotlar bilan izohlagan.
Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.